Nima qilyapsan? Men qilmayapman. Loki. Odinning o'g'li Thor. Chaqmoqlar ma'budi. Soyabonni tushirishim mumkin. Nima, yerda jodugarlar paydo bo'ldimi? O'zimizni sehrli san'at ustasi deymiz. Shunday qoldiraver. Yaxshi, jodugar. Kimsan? Senga nima kerak? Men Dr. Steven Strangeman. Bir ikkita savolim bor. O'tir. Choy ichasanmi? Ichmayman. Xo'sh, nima ichasan? Choydan boshqa hammasini. Xullas, boshqa olamlardagi mavjudotlarning soni va biz uchun xavfli ekanliklarini aniqlayman. Afsuski, o'gay ukang Loki shu ro'yxatga kiradi. Bu tushunarli. Bu yerda u nima qilyapti? Biz otamni izlayapmiz. Demak, Odin qayerdaligini aytsam, zudlik bilan Asgardga qaytasizlarmi? Zudlik bilan. Juda soz. Unda yordamlashaman. U qayerdaligini bilsang, qo'ng'iroq qilish ham mumkin. Odin o'zini bezovta qilmasliklarini tayinlaganda, u quvg'inda yashashni ma'qul ko'rishini aytdi. Bundan tashqari telefoning ham yo'q. Ha, shunga hafsalam yetmayapti. Balki elektron pochtasiga xat jo'natarmiz. Nima, kompyutering bormi? Afsuski, yo'qda. Ha. Gap bunday. Otam quvg'inda emas. Qayerdaliklarni aytsang, uyiga olib ketardim. Bajonidil, u Norvegiyada. Asgardliklar o'ziga xos afsunlarga muhtoj emasmikan? Xo'sh. Yo'q, muhtoj emasliklari aniq. Busiz iloji yo'qmikan? Bilasanmi, menga sochingni tolasiz kerak. Axboroting uchun sochlarimga tegish mumkin emas. Voy. Yayov ketsak ham yetardik. U seni kutyapti. Ha, mayli. Soyaboningni unutma. Haya. Kela qol. Bo'ldi. Ukamni ham olib ketsam yaxshi bo'lardi. Ha, albatta. O'ttiz daqiqa zulmatga quladimmi? Bu yog'ini o'zing eplaysanmi? Ha, birinchi martasi emas. Yordam uchun rahmat. Omad tilayman. Eplaysanmi? Kim bu? Loki. O'zingni afsungar deyapsanmi? Shoshmay turchi, jodugarchi. Bo'pti, xayr.